Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Aziz obunachilar, mana Samarqand mashina bozoridan pachka turgan Tiko mashinalardan ko'rsatamiz. Puli yengildan. Marhamat. Aka bu yili 98. 2002 yili. Puli qancha so'rayapsiz? 40 million so'rayapsiz, kam bor. Kraskasi qayerda? 4 eshik tagi. Bitnos sepilgan. Eshikda tagi. Moldingdan past. Ha, moldingdan past sepilgan. Qolgan joyi top-toza. Petno hech narsasi yo'q. Pilla joyi yo'q. Kraskasi qancha? Anosi yurgan masofasi 120 ming. 120. Bir kurukdan ozgina o'tganda. Qayerda mashinasi bu? Buxoro. Buxoro. Gabi. Dokumentda muammosi yo'q. Generalni beraverasizmi? Taqalgan joy qancha bo'lsa berasiz endi? 3000. 3000 dollarga. Telefon raqam 94 94lik 244 244 53 70. Akaga aloqaga chiqaverasiz. Motor ochilganmi, yo'qmi? Ochilmagan. Benzinchada turibdi. Benzinda turibdi ekan. Mana salonlar yaxshi holatda turibdi ekan. Yurgan masofasi. Akaga aloqaga chiqaverasizlar. 97-yilda ishlab chiqarilgan. Shaharda 97 karmitor diskalar bilan 4 ta baloni faqat yangi. Kraska sepilganmi aka? Tomdan pastga kraska bo'lgan ekan. Mana motor holatlari. Motorlar qanday aka? Propani bor. Ha, akajon. Motorlar qanday? Zakondagi korobka, motor, ходовой hammasi cho'q. Gazga ruxsat bor-a? Bor akajon. Gazga ruxsat bor. Ana avozchasini eshitib ko'ringiz. 8 kam bor ekan. 2400 qilyapti. 2600 bo'lsa beraman. Garantli bormi? Yo'q, men mahrum sotdim. 98 573 44 43. Akaga aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lishi 2600 ekan. Mana salon holatlari akalar. Tabletka propani kalankalar bor akalar. Kalankalar bor, tabletka propan. 2600 faqat naqd kelgan akalar. Metal diska balonchalari bor. Mana akalarimiz puli yengil tikochalardan ko'rsatamiz. Mana salon holatlari akalar. Aka bu yili nechi ekan? 99 aka. Puli qancha? 2800. Taqalgan joyi 2500. 2500. Qayerda mashinasi? Gutniki. Radnoy. Radnoy. Bir joyda anosi yo'q, kraskasi. Kraskasi yo'q. Metan, propan, Benzin. benzin. Motor korobka qanday? Hamma narsasi chotka aka. Yaxshi. Benzinni sola haydaydi. Bosish kerak. Maybi yo'q.
Bir tomchi yog' yesa qaytarib kelsin. Aha. Kim olaman degan bo'lsa endi. Telefon raqam? 90chilik. Aha. 680 Aha. 90 94. Aha, rahmat aka. Yana ustida gaplashaveramiz. Mana akalar mana Tikoni puli yengildan ko'rsatamiz mana. Yili 96-yilda ishlab chiqarilgan aka. Eng balonda chiqqan so'lar. Balon holatlari, kalpaklari bor. Bu puli qancha ekan aka buni? 22 million. Taqalgan joyi necha pul berasiz? Kelishtiramiz. Bir 15, 16, 17 larga bo'ladi. Yo'q, 20 dan fazla to'g'ri kelmaydi. 20 bo'lsa berasiz, ko'ngil to'g'rimi? Ha, kelishamiz. Ustida gaplashaveramiz. Kraskalar qayerda bu? Hovlida bu. Faqat kapotami, krololardan? Hovli o'ng tarafda bu. Kapot kiraylar. Aha. Mashina Toshkentdagi. Aha. Sizdan onlaringizda generalni ham beraverasiz-a? Gap yo'q. Nimada benzin chara. Yuziga nechta edi endi bu? 10 ta benzin bilan qancha yuradi? Benzin bilan 200 euro. 200? Yoz, hozirgi sharoit yurmaydi, yozlarda yuradi. Telefon raqam? 95lik. Aha. 219 Aha. 2500. Gap yo'q, rahmat. Bitta mana motor holatlari. Motor moy yemaydi aka, zakonni. Ham bo'ladi. Korobkalari ham yaxshimi? Yaxshi, 4 tali sportdan tashlamaydi. Birontasi tashlamaydi. Yo'q. Mana yomoni ajali mana. Buni ish bilan aka. Narxi qancha buni? 3200. Telefon raqam? 80lik, Aha. 88lik, 88lik. 922 20 40. Taqalgan joyi qancha bu sizga? 3000 oxiri berib bor. Yili nechi? 2005. Kraska? Polni оборот qilingan. Kraskasi endi bilmayman bormi yo'qmi. Metancha. Metanda ruxsati bor. Bozor nechi chiqildi? Qilgani yo'qlar. Gap. Polni sportivniy motor. Bitta ochasizmi? Yo'q. Yo bitta paqillasasiz. Paqillang, turing. Hisoblanachar Samarqand mashina bozoridan qarzga berilayotgan Sparkchadan ko'rsatamiz mana. Variant PQ emas, shu narxi. Narxi qancha deyapsiz aka? 15 million so'm deyapti. 3 oyga bo'lib ham berishga beradi. Boshidan 5 million bergan insonlar qolgan 2 oyini 5 milliondan yana tars uzib tashlaydi. Mashinacha yaxshi holatda mana. Bir ekstremenda xarajatlar bor. Bitta chiqol taqish kerak. Balonlari yaxshi holatda. Bozor 12 million qilyapti ekan. Ha, mashinamiz yaxshi holatda ekan. Qarzga beramiz deyapti. Avto kredit, pasta kredit boshqa narsalarga, mana bu narsalarga aralashib yurmaysiz aka. Egasi vaynida ishlayotgan, qarzga beramiz deyapti 3 oyga. Qarzga shu 12 ga ham beraverasizmi? Boshida bir 5 million bersa, qolgan 7 millionni qoladi 3,5 milliondan 2 oy qilib beradi. Beramiz aka. Berasiz? Beramiz. Gap yo'q. Yili nechi buni? 2000 yil. 2000-yilda mashinasi. O'zingiz Xorazmdan. O'zimiz Samarqand shaharidan ekan. Hazora mashinasi. Ha, Hazorani mashinasi ekan. Telefon raqami aytib qoldiring aka. Telefon raqamimiz aka 94 788 788 60 97. 60 97. Aka, rahmat. 90 bitta ochib turing. Motorlar moy yemaydi. Yo'q, motor qilingan aka. Ha, gap. Mashin kim nomida? O'zingiz nomingizdan? Diskasiga qarab Generalni ham beraverasiz.
Mana 2004-yilda ishlab chiqargan Matiz rusumli mashinchadan ko'rsam, 4 ta baloni bor, 4 ta kalpagi bor mana. Chixol poliklari bor, roli bor mashinchamizda, 2 ta bakovoyi bor. Metani bormi, yo'qmi? Propan gaz balonchasi bor. Plutchalari bor. Mana barchalari ham bor ekan mashinchamizda. 4 ta baloniga yangi balon ham qo'yib akamiz. Puli qancha so'rayapsiz buni aka? 2,5 so'rayapti. 2,5 ming. 2,5 ming. 2 bo'lsa bo'lmaymi bu? Yo'q-da, 2100 ko'rdi bozor. 2200 bo'lsa bo'lar ekanda bo'lmasa. 2300 bersa berib yuboramiz. 2250 bo'lsa berib ber ekansiz dangal. $50 endi kelaki tabari bir yebicha bo'ladi. 2250 bo'lsa berasiz. Siz nomingizdan kelsa berib beramiz. Bizni kanal nomidan kelganlarga 2250 bo'lsa beramiz deyapti akamiz. Mashina qayerda-ku o'zi? Mashina Hazratda o'tdiki. Aha. Nurobod Hazratda. Yili 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari qanday aka buni? Eski polnasi jit bo'lgan. Pulni bo'lgan. Alishgan detallari Yo'q, qanday? alishgan detali yo'q. Alishgan detallar yo'q. Yo'q. Taklari yaxshi holatda. Tagi hamma Korobka chiqarmaydi. Hamma joyi mashina. Motorim Javob. cho'tka. Javob, motorlarigacha javob. Yuziga nechta edi propan? Yuziga 10 ta gaz bilan 130, Yuradi. 120. Mana shunday yuradi. Telefon raqami aytib qoldiring. Telefon raqami 77lik. Aha. 084 Aha. 0309. Aha. Rahmat aka.